Mashinada gaz ham, benzin ham tugabdi. Uka chiqyapsizmi? Mana podyezdingiz eshigini tagiga mana 1 metr qoldi. Chiqasiz, ketamiz uka. Ha, aka, men eshikkacha belgilaganman-a. Ya uka, mashina zinapayaga sig'maydi, yo diq qilib chiqaymi? Yo ko'tarib olib tushaymi? Shu qo'yag'iga o'xshamasdan. O yangi klient onasiga gul olibdi-da. Ha, mujik. Har bir istagimning chorasini topgan menga to. Assalomu alaykum. Ketdi-ya. Voy, Dugosh 14-fevralga zo'r gul berdi. Daysin ham berdi. Yaqinda to'y. Bo'pti, Dugosh gaplashamiz. Amaki, xolasiz masaj qilib qo'yaman. Mashinani ham naskimi yo'la xotin kelach. Uka kavlashib yuboraman, chiqmayapti shekilli-da, ha? Nima qilyapsiz? Qo'lingizni oling, Haldan beri bunningni kavlab kelyapsan. Miyeni sug'urib olmagin. Mashinada bunningni kavlab qo'ydi qo'ltig'i. Burr ambulatoriyaga atmay qilib qo'yaman. Normallik gapiring, kishi mashinada. O'zingni bos, urush nimadan chiqibdi desa, burun kavlashdan chiqibdi deyishmasin. Seni ursam uyat bo'ladi. Hozir sen tentur ukam chaqiraman. Davay chaqiring. Ishongan ukangiz keldimi o'zi? Ha, jiyanim keldi. Ishtoningni ho'l qilib qo'ymasang bo'ldi. Burgut, bos. Как автопик, откроется пути, придет. Qahmanda o'qilaman oma. Rais bu. Televideniyada kelishdi. Televideniyada? O, televizorga chiqaman. Keling singlim. Yaxshisi televideniyadansiz? Ha, keluvdik. Chekka bir qishloqlardagi talantlarni qidirib keluvdik. Bor, bizda talantlarning zo'rlari bor. Yuring ko'rsataman. Rais bu bolang qanaqa mahorati bor? Bu bola suvni tagida 10 minut nafas olmasdan turib bera oladi. Ha, bitta ko'ringlar unda mahoratini. Bos indirjit, mahoratingni ko'rsat. Rais bu 1 soat o'tdi, hali ham chiqqani yo'q. Yo, mencha rekordni yangilayaptimi deyman-da. Dambaga tiqilib qoldimi deyman-da, badanasi chaqir tez. Rais bu buni talanti nimada? Bu bitta ko'rgan narsasini 5 sekundda siratsiz beradi. Ha, unda o'sha uzoqdagi tog'i rasmini bitta chizib bersin. Uzoqdagi tog'ni chizib ber. Ana. Mo, qizni ham rasmini chizib berchi? Og'zingizni yoping. Ko'ryapsizmi? Talantlar vijillab yotibdi. Barcha darmoyatlar bizning mahallada. Yuring, keyingi talantni ko'rsataman. Rais bu yo'llarisi yomon ekan. Mashinam balon teshilib ketdi. Vulkanizatsiya qayerda bor? Yo, balondan xavotir olmang. Bolalar, opangni mashinasini shunday qahmanda o'qib berish. Mana o'zimizda O'zbekistonda ishlab chiqarilayotgan bars shinalari bor. Voy, shunaqa zo'r jahon standartlariga bittada javob beradi. Ana yama bor-ku, yamaga bitta kalla qo'yib, yamani uqlatib o'tib ketadigan haqiqiy jaydari shina mana bo'ladi. Bars shinalari sizga ham tavsiya qilaman. Olish davay, tez. Ketdik. Bu kishimning talantlari bu bo'yindagi grijalarni davolaydi. Qarab turing. Yo'q, uni. Ona nima yur, televizorim bo'ydami deymi? To'xtachi bitta ko'ray. Ne naymisiz devorni teshdingiz? Yo'q. Assalomu alaykum rais bu. Opani bosdi. Tahorat olib yotaylik dedimi? Ha, ona nima gullarni, eri xotin ustalarmi? Aka. Assalomu alaykum rais bu. Sizni o'xshatdim. Prikol qilmang. Senlar darsingda uyqu bormi? Bir dir qilasan, bir devorimni teshasan, bir televizorni teshasanlar-ya. Qani, choydan iching rais buva. Choyingizni yig'ishtirib turing kelin. Menga qara, uyda bitta tualet bor, bitmagan. Shuni bitirib bera olaysanmi? 100%. 100% bitirib berasan-a? Shtirina. Menga qarash, agar yana dir qilib miyamni qatig'ini chiqarishadigan bo'lsa, Xonsaroyda Muhabbat shahri loyihasida xonadonlar sotuvi 3-bosqichi davom etyapti. Boshlang'ich 20% to'lab xonadon xarid qilib chiqib ketaman. Mendaqa qo'shni topolmaysan qo'ygan. Tushundingmi? Men bor uzr rais bu. Nima bu? Tualet. Qanday bu? Bunday yonbosh bo'lib, mana miyaga qon quyilibmi? Xuddi shunaqa qon bosimi bo'lsa, shahar kasali bo'lsa foyda qiladi. Mana yonbosh bo'lib kislorod aylanadi. Lechebniy tualet. Rosta! Gap yo zo'r chiqibdi-mi? Shuvoqlarni ham o'zing qilib berasan. Bo'pti. Rais bu. Aka, buni lechebniy deyording.
Bu davlat qildi-yu, odamni 3 kundan beri o'taman. Onday. Xohlasangiz lechebni dushlarim bor. Qilib beraymi? Seni chaching bor-ku. Nozim! Ha, qaynota! Kelinglar. Ha, oxirgi payt siz ham shu ovoryapsiz, qaynota. Testosteron ham sizga qarab, pashol nariroq tur deyapti. Qilgan ishlaringizda ayabdan jag'i qiyshayib qopti. Ay yo'q, yonchini oldirganda narkoz ta'siri. Kelinglar. Kuyov bola xush kelibsiz. Bu meni xizmatdoshim, hindistonlik, mehmon bo'lib ketdi. Namaste. Здравствуйте. Kuyovjicha, latta hai? Ay, kuyov bo'lsa mana shunaqa bo'lsin-da, iftorlikka poli shirinliklarni olib keldim. Mazasini aytmaysizmi? Shirin va qarsıldoq. Bolajonlar ham zo'rna sevganda bu. Hamkorlik qilmoqchi bo'lganlar aloqaga chiqilaveradi. Hindistonga ham berib yuboramiz, uka. Dadasi iftorda nima ovqat qilay? Kuyov bola siz ayting, iftorlikka nima ovqat qilsin? Mol go'shtidan bitta yaxshi sho'rva tashasin. Mol go'shti? Mol go'shtini yeyish kerak, quvvat bo'ladi. Molga ham sig'inadi. Ha, bitta qiling, bezin saribda, mana qil 3 marta qaravermasdan. Yomg'irlar olib ketdi yarimni aytaman kimga dardu zarim. Yo, og'iz ochariga 5 minut qoldi, mana ular qilayotgan ishini qaranglar. Kim o'rgatdi bularga TikTokka kirishni? Voy! Yomg'irlar olib ketdi yarimni. Yasimisan, 2 kilo kartoshka tort. Cho'qing to'y bola, alanga ekan. Davay. Ko'rib qolmasin, tez to'yib oling. Yaxshilab fizodi qiling. Ertaga jangingiz bor, xo'pmi? Makallarga aralashmay, ular hayotni barbod qiladi. Davay, yuramiz konsofga. Ko'ryapsizmi, Brusli ham pechinga solyapti. Siz ham pechinga solishni o'rganishingiz kerak. 2 sekundda to'g'adalab qo'ysangiz bo'ladi. Kuzating. Bitta bilan turib olib qichqirmayman. Obadicha uxlaylik. Davay, atboy. Derajdenelar qulluq olsa bitta puf deb qo'ying. Ha, bo'pti mana. O'rniga puf deb qo'yaman. Umrimga, baxtimga qo'yaqda silliq bo'lib yuravering. Qayga olib boring? Ha? Bo'ldi, masajga olib boraman sizni to'y bola. Siz tashamasangiz bo'lmaydi-da. Sizni raqibingiz yengil ekan. Shuning uchun sauna qabul qiling dedi. Masaj oborasizmi? Agar mana shu bo'yda yutadigan bo'lsangiz, Xonsaroyda Muhabbat shahri loyihasidan boshlang'ich 20% ni to'lab, qolgan noy-moy to'lab yashayveramiz. Yangi uy olamiz Xonsaroydan. Hoppa, o'g'il bola. Masaj chaqiruvmi deylar? Kim masaj oladi? Siring bitta tayskiy masajingizdan qilib qo'ying, men tashqariga chiqib turaman, ha? Nima bo'ldi xo'razimga? Nima bo'ldi sening? O'zidan so'rang. Unaqa narsaga kelishilmagan. Endi oshirib yordingiz, xo'roz bola. Go'zalligini. Ona men qo'rqib ketyapman. Nimadan qo'rqasan? Katta ko'cha bilan ketsam emasmidi? Qanaqa katta ko'cha? Nasib yaxshi. Qo'yaqlar qo'rqitishma. Nozimjoncha g'alati emasmi? Hammangni uyiga bor, bu anjan shapalag'i bo'ladi. Nozimjon. Tishlimi do'stim? Opongni. Alijon to'rinchi kursga urib, ziminga qo'ymasang hozir nimadir bo'ladi-da. Onasini yemsa zombiga aylanib qoldimi? Opke. Onasini yemsa. Onasini yemsa burgutni kim tishladi? Real zo'r. Barsa zo'r. Real zo'r. Barsa zo'r. Kim vur? Bu zombilarni yo'q qila oladimi? Sochingizda zombi kabi ko'payib borayotgan qayzg'oqlarni faqatgina CC Love Rayhon shampunlari yo'q qila oladi. Qayzg'oqqa qarshi, soch to'kilishiga qarshi, undan tashqari CC Love Rayhon profiliga o'tsangiz,
barcha kosmetika vositalarini topishingiz mumkin. Mana sinnayin qulog'imga tegyapti. Yana keldik. Keldik, tush. To'y boshiga qarab chalamiz. Menga qarang, karnesini keldimi? Ha, mana kelishdi. Onangni kelib kech qolib ketdik-da. Tez Ketdik. Kirmoqanda baqajar qilib, unda qilib berlar. Kelinglar. Akalar assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Qo'shnikiga pataxali bo'lib qoluvdi. O'shanga kelinni karnesini olib keta olasizlar. Bo'l. Baxtli bo'linglar. Sog' bo'ling. Kerak emas, karnesini, kerak emas. Ha, X kut chaldi ham. X kut. Chalma, endi nima deyapti? Mustingiz yeysan. Ha, yakka qilib chol deyapti. Senator tushundik shekilli. Big'illatgani kelyapti. Turgani kelyapti, qochdik. Mahallamiz o'ta go'zal, lutf. Judayam. Onangni gir. Uni biz urgan kuyov bolami? Biz uramiz. Quyaqsin chiqaramiz. Big'illatamiz, yurchi. Sen bizni uruvding o'rtoqlaring bilan, bizni mahallada nima qilyapsan? Kimsizlar o'zi? O'zim. Men tanimayapsan. Men mahallani Bratan lo'g'asi bo'lim. Opa, lo'g'a, delayet neplохо. O, ashu. O'shnam taniyapsanmi? Varata mo'ylov. Bir urama, onangni ham giri. Voydot. Mo'yloving teskari qilib qo'yadi. Menga shabada deyapti. Ye. Lutfulla sen gaplashadigan ekanda. Assalomu alaykum jigarlar. Umumiyyom kunida nima qilamiz? Urushib, mana ko'rib turibman, mashinada yurarkansizlar, balonni lissi ekan. Sizlarga 4 dona barsh shinalarni olib kelganman. Buni taqasizlar, kemada ketganda yumshoq ketasizlar. Jahon standartlariga bemalol big'illatib javob beraveradi. Mana olinglar. Bu yoqlar qara. Sizlarni ko'rib, balonlar ham yurib ketib yordi, mehmonlar.